farinix deb ataladi. U qayerda joylashgan? Galoterapiyasi bo'yicha bo'yin bo'shlig'ida joylashgan bo'ladi. Skleroterapiyasi bo'lsa 5-6 bo'yin umurtqalari ro'parasida joylashadi. Sintofiga, ya'ni boshqa a'zolarga nisbatan joylashishi bo'lsa, mana orqasida nima? Qalqonsimon bezimiz va oldida nima? Halqumimiz joylashgan bo'ladi. Farinix va glandula tiroideyalar joylashgan bo'ladi. Ana endi halqum haqida gapiradigan bo'lsak, nechta qismi bor? 3 ta qismdan tashkil topgan. Ya'ni qanday qismlari bor buni? Yuqorgi dahliz qismi pars vestibularis, o'rta toraygan qismi pars intermedia va pastga kengaygan qismi pars cavus qismlaridan tashkil topgan. Tushuntira oldingmi? Nechta qism bor ekan demak? 3 ta qism bor ekan. Vestibularis, intermedia va pastga cavus qismlaridan tashkil topgan. Tuzilishi xuddi nimaga o'xshaydi? Xuddi faolga o'xshaydi. Yuqorisi kengaygan, pastki kengaygan, o'rtasi toraygan qismlardan tashkil topgan. Endi biz bilamiz, halqum qanaqa a'zo? Murakkab a'zo. Yigitlar nechanchi kursimiz? Halqum murakkab a'zo hisoblanadi. Sababi nima? Ovoz hosil qilishda ham ishtirok etadi va shu nafas a'zolarimizni himoya qilishda ham ishtirok etadi. Hiqildoqda biz bilamiz, nechta tog'aylari bor edi? 3 ta juft, 3 ta tog'aylari bor edi. Mana endi juft tog'ay deyilishiga sabab, ya'ni bir juft, ya'ni 2 ta degani, mana qaysi tog'aylar edi? Cartilago arterioideya, cho'michsimon tog'ay va mana bu mana shoxsimon cartilago corniculata va xonasimon cartilago cuneo-tiroideya. Mana hammasi juft bo'lyapti, bir juftdan bo'lyapti. Tog'aylari bo'lsa, qaysi tog'aylarimiz kiradi? Cartilago epiglotika, mana halqumni yopib turadigan tog'ay, cartilago epiglotika, ya'ni hiqildoq usti tog'ayi. O'rta qismi bo'ladigan bo'lsa, cartilago tiroideya, ya'ni qalqonsimon tog'ay va pastki qismida esa uzuksimon tog'ay, ya'ni cartilago coritco-tiroideyalardan tashkil topgan deb aytganmiz. Ana endi mana hiqildoqda qanchalik murakkab a'zoligiga yana bir marta to'xtalamiz, chunki buni hozir biz sizlarni tog'aylarni o'rganib chiqdik. Endi muskullarni o'rganib chiqamiz. Muskullar necha guruhga bo'lar edik? Muskullar necha guruhga bo'linar edi? Qanday guruhga bo'linar edi? Ovoz yorig'ini toraytiruvchi, kengaytiruvchi va ovoz yorig'ini kengayishini torayishni boshqaruvchi muskullarga bo'linadi. Birinchisi ovoz yorig'ini kengaytiruvchilar, ya'ni dilatatorlar. Ularga qaysi muskul kirar edi? Musculus cricoarterioideya posterior. Mana uzuk, cho'mich va orqa muskul. Mana o'sha muskul, musculus cricoarterioideya posterior. Ikkinchi guruh bo'ladigan bo'lsa, ovoz yorig'ini toraytiruvchilar, ya'ni sekin gapirtiradiganlar. Ularga nechta muskul kirar edi? 4 ta muskul kirar edi. Musculus cricoarterioideya obliqua, mana, ya'ni nima degani? Cho'michsimon qiyshiq muskul, musculus cricoarterioideya transversalis, ya'ni ko'ndalang muskuli va musculus cricoarterioideya lateralis, uzuk va cho'michning mana yon muskul, mana lateralis yon tomonda joylashyapti va musculus tiroideya arterioideyalar ovoz yorig'ini toraytiruvchilar, ya'ni konstruktorlarga kirar edi. Tushunarlimi? Uchinchi guruh muskullar esa ovoz yorig'ini mana kengayishini va torayishini boshqaruvchi dirijorda bular. Ko'tarib ovozni pasaytirib turadigan muskullar. Bularga 2 dona muskul kiradi. Musculus cricoarterioideya, musculus cricotiroideyalar kiradi. Bundan tashqari hiqildog'imizda 2 ta o'sig'i bor. Ovoz o'sig'i, processus vocalis, muskul o'sig'i, processus muscularis kiradi. Mana oldingi yuzasi facies anterior, o'rta yuzasi facies mediana, orqa yuzasi facies posterior qismlardan tashkil